Bugungi chegirmalar sizlar uchun iPhone 15 Pro Max'ni 256 93% $949 evaziga eng arzon narxda full holatda 16 Pro Max keyingi haftaga 1,5 mingga chiqadi narxi. Ya'ni bugun esa $1100 ga ideal A+ varianti desert rang. Tovar muammo bo'lib turgan paytda bizda siz xohlagan iPhone'ni xohlagan rangda xarid qilish imkoniyati 91, 93, 87% ideal holatdagi iPhone 11 Pro Max'lar narxlari esa $319 dan $339 gacha. 13 Pro'ni ikkita ideal rangi 128, 98, $475, 256, 96, $495. A+ SE 2022, ya'ni SE 3-avlod eng mukammal segment $195. A+ iPhone 15 Pro 128 talisi ham 740, 750. Bizda esa $719 ga 256 variant. iPhone 4 ni haqiqiy noyobi 128, 86, $425 ga, $450 ga Radno 100% hali ishlatilmagandi. Hali yangi bo'lgan, O'zbekistonda ishlamagan telefon iPhone 4. Takrorlanmas takliflar, arzon narxlar. Bu kabi iPhone 2 Pro'ni biz tarixda sotmaganmiz, ishoning. 99%, 128, $370 ga haqiqiy yangi iPhone 2 Pro'ni qarshi oling. iPhone 2 ni 128, 99, $325 ga O'zbekistonda ishlamagan A+ segmenti. iPhone 13 128, 87% $385 ga yangida